Assalomu alaykum va rahmatulloh. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2025-yil 25-fevral kuni O'zbekiston Respublikasida vijdon erkinligini ta'minlash va din sohasidagi davlat siyosati konsepsiyasi to'g'risidagi qonun imzolandi. Mazkur hujjat 11-fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va 20-fevral kuni Senat tomonidan tasdiqlangan. Mazkur konsepsiya 7 bob 41 banddan iborat. Birinchi bob umumiy qoidalar. Ikkinchi bob O'zbekistonda vijdon erkinligini ta'minlash jarayonining zamonaviy holati tavsifi. Uchinchi bob O'zbekiston Respublikasida diniy sohadagi davlat siyosatining vazifalari, asosiy maqsadlari va prinsiplari. To'rtinchi bob fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlashning va diniy sohadagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari va ularni amalga oshirish mexanizmlari. Beshinchi bob dunyoviy davlatda umumjamiyat manfaatlari va vijdon erkinligi uyg'unligini ta'minlash. Oltinchi bob dunyoviy davlatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va mexanizmlari. Yettinchi bob yakunlovchi qoidalar. Unda diniy sohadagi davlat siyosatining maqsadi va unga xizmat qiluvchi 10 ta vazifa belgilangan.